Assalomu alaykum qarangizlar, men bu ishlagan pullarimni bu bir kunlik pul emas. Kecha ishlaganimni balansimdan chiqarganman. Bugun ishlaganimni ham men balansimdan chiqarganman. O'sha bir 2 kunlikmi pul. Hozir men zakaz kutib o'tirib, shu yerda video olishga qaror qabul qildim. Men tangallarim beradi, klientlarimiz men bu qo'lim qo'yib qo'yganim bu elektrichkani nimasi o'shanga nima qilib qorib qo'ygan. Shunaqa o'rtoqlar, ko'pchilik o'ylashligi mumkin, bu ishlamayapti, shunchaki yuzakiga qilib, yuzaki videolar olib nima qilyapti deb o'ylashligi mumkin, lekin unaqa emas. Men bu hozir ishdaman, men bu zakaz kutib o'tirib Yaponiya mama nimasida, hozir zakaz ko'p kutish kerak-da, o'shani Yaponiya mama deb. To'g'risi, o'shanga video olin dedim. Ko'pchilik o'ylashligi mumkin yana boyagidek nima yetmayapti bunga, shuncha auditoriyang bo'lsa, yo'q bu yo'q. Reklamani bosmaysanmi deb. Kerak emas o'rtoqlar menga. Kimdir taklif berib kelmaganicha menga unaqangi reklama kerak emas. Reklama yozyapti, yozmayapti emas, taklif beryapti, menga yoqmagani kerak emas. To'g'risi, barcha harakatimni shu pul topishga, ishlashga qaratganman, lekin reklama qilib hali vaqtimiz deb o'ylayman. O'zim ham bunga tayyor emasman, to'g'risi o'rtoqlar. Ko'pchilik ko'chalarda tanib qolishyapti. Rahmat kattakon, borlaringizga shukr. Qo'lim kuysimda sizlar uchun. Rahmat, shunchalik kaskada bo'lsa ham tanib qolyapti, yopiq kaskada bo'lsa ham. Rahmat. Kattadan kattakon rahmat sizlarga. Rahmat, lekin gap bo'lishi mumkin emas. Lekin ko'pchilik blogerlarni nimalarda unga o'xshagim ham kelmaydi, kerak emas bunaqangi yolg'ondan bir narsalar ko'rsatib yoki do'stimni yo bironta tanishimni mashinalari maqtanib bu yoq qilib kerak emas. Chunki deganda baribir yolg'onni nimasi chiqib keladi, baribir qachondir haqiqat nima topganda bayga inson uyalib qolishligi mumkin. O'shaning uchun o'rtoqlar, shunaqa borni ko'rsatyapman. Sog' bo'lingizlar, charchamayingizlar.